buyrakdagi tosh va tuzlarni eritishda, shuningdek siydik yo'llari shamollashida juda ham foydali bo'lgan tabiiy giyohlar haqida ma'lumot beraman. Bizga kerak bo'ladigan: dalachoy, astragal, qush tili, temir tikan o'simliklari. Bu giyohlardan 100 gramdan olib, o'zaro bir-biri bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. So'ngra 600 ml qaynoq suvga 2 osh qoshiq solib 1 soat damlab qo'yamiz. Agarda bu giyohlar bir xil vaqtda topilmasa, men sizga mana bu giyohni tavsiya qilaman. Buning tarkibida har 4 dala o'simlik ham bor. Ichidan 4 dona paketchani olib, xuddi shu tarzda damlab iste'mol qilamiz. Sizda ham buyrak yoki siydik yo'llarida muammo bo'layotgan bo'lsa, bu giyohni qo'llab ko'ring. Albatta shifo bo'ladi.